o'rtoqlar uy sotayotganda sizlar nimalarga ahamiyat berasizlar? Mana qaranglar, ko'chalari keng, огородlari katta-katta. Mana shunaqa joydan xonadon sotib olish qalay bo'lyapti? Hozirlarga shu joyga 3 sotuv yer narxi sotilayotgan xonadonni bunga obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum. Qulay manzilda, Uchtepa tumani, Shahguli mahallasi. Mana o'sha aytayotgan xonadonimiz. Fasadi 10/30. Tashqarida огородlar bor, mevali daraxtlar ekilgan. Hozirlarga uy ichidan obzorini qilib beraman. Xonadon kirganimizda kiruvchi eshigi bu yoqda, bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yoqda ikkita xona bor. Dushovay sanuzel ichida. Bu yoqda bitta katta zal bor, bitta xona joylashgan. Tegi полностью podval, ikkita xonasi bor. Bu yoqda zelený zona, mevali daraxtlar ekilgan, tapcha qo'yilgan. Hozirlarga kuxnyani ko'rsataman. Mana bu yoqda kuxnya, bu yoqda dushovay sanuzel bor. Devor orqasida 5 kun joy bor, bemalol yana bitta imorat qurib olsanglar bo'ladi. Ushbu xonadonni 150 ming dollar baholayapmiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyaniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.